Yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Yosh ota bolalariga sovg'a olganda, surpriz sifatida uyga bolalarni olib boryapti. Uyga o'sha velosipedlarni tirib qo'yibdi. Bolalarim, mana sizlarga sovg'a oldim, ko'zlaring duminglar, mana ochinglar deyapti. Bolalar yugurib ketib minyapti. Bolalar shu darajada xursandki, bolalar boynaki ne'matga, sovg'aga erishgandan keyin minib endi yuguraman deganda shoshmanglar. Buni shukri sifatida kim meni duo qiladi deyapti. O'shanda bitta o'g'il to'p kiygan o'g'ilchasi duo qilyapti. Duoni go'zalligiga qarang. Otamni ishlariga baraka bergin, yaxshi insonlar bilan yo'ldosh qilgin deb duo qilyapti. Mana bundaqa tarbiyadan keyin bu yigitlardan ulug'lar chiqmay, allomalar chiqmay kim chiqadi? Otani e'tibori bolani shu darajada yuksaltiryapti. Bugunlik kun ba'zi otalarchi bolasiga vaqti yo'q. Kun uzoq ishga ketadi, kechqurun kelsa telefondan bo'shamaydi, yotadi divanga, oyog'ini cho'zib, unda u yoqqa, bunday bu yoqqa, oxir aytadi keyin, katta bo'lgandan keyin, bolam menga bemehr. Barakat topgur. Hozir sen bolangga vaqt ajratmasang, ishon, erta senga bolang vaqt ajratmaydi.